Assalomu alaykum aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun biz shunchaki mashina haqida emas, balki yo'llarda harakatlanuvchi haqiqiy italyan san'at asari haqida gaplashamiz. Fiat 124 Spider bu nomni eshitganda ko'z oldingizga Italiyaning go'zal sohillari va quyoshli ko'chalari keladi. 1966-yilda ilk bor dunyoga taqdim etilgan ushbu model o'zining betakror dizayni bilan barchani hayratda qoldirgan edi. Mashinaning tashqi ko'rinishi mashhur Pininfarina dizayn uyi tomonidan yaratilgan bo'lib, bu kompaniya Ferrari kabi afsonaviy brendlar uchun ham dizayn yaratishi bilan tanilgan. Siz hozir ko'rib turgan mana bu Rosso Corsa Red rangi shunchaki qizil rang emas, balki bu Italiya poyga madaniyati va ehtirosining ramzidir. Uning klassik yumaloq faralari va xrom bilan ishlangan panjarasi unga o'zgacha bir xarakter bag'ishlaydi. Buni bugungi zamonaviy bir-biriga o'xshash mashinalarda uchratish qiyin. Ushbu avtomobilning har bir harakati sizga o'tgan asrning oltin davrini eslatadi. Uni haydashda siz shunchaki rulni boshqarmaysiz, balki mashina bilan bir butun bo'lib harakatlanasiz. Har bir vites almashinuvi, motorning har bir gumburlashi va ochiq osmon ostida yo'l chetidagi manzaralarning o'tishi, bularning barchasi sizga unutilmas hissiyotlar beradi. Bu mashina o'zining yengilligi va qayrilishlardagi aniqligi bilan haydovchiga cheksiz ishonch bag'ishlaydi. Fiat muhandislari uni yaratishda nafaqat texnik ko'rsatkichlarga, balki insonning haydashdan oladigan haqiqiy zavqiga ham alohida e'tibor qaratishgan. Bu shunday mashinaki, siz undan tushganingizdan keyin ham ortingizga bir bor qarab qo'yishga majbur bo'lasiz. Chunki uning jozibasi sizni butunlay rom qilib oladi. Mashina eshigini ochib ichkariga nazar tashlasangiz, och jigarrang charm o'rindiqlar va yog'ochdan ishlangan asboblar paneli sizni boshqa bir dunyoga, haydash shunchaki ehtiyoj emas, balki zavq bo'lgan davrga olib boradi. Rulni qo'lingizga olganingizda yo'l bilan aloqangiz qanchalik mustahkam ekanligini his qilasiz. Bu mashinaning yuragi bo'lmuş Twin Cam dvigateli o'z davrida sport avtomobillari standartini o'zgartirib yuborgan edi. Dvigatelning ovozi nafaqat quloqqa yoqimli, balki uning yo'ldagi harakati ham beqiyosdir. Mashinaning ustini ochib, shamol ovozi va dvigatelning gumburlashi ostida harakatlanganingizda, nima uchun butun dunyodagi kolleksionerlar aynan shu modelga oshiq ekanligini tushunasiz. Bu mashina tezlik rekordlarini o'rnatish uchun emas, balki haydashning har bir soniyasidan zavq olish uchun yaratilgan. Uning chiroyli quyma disklari bo'ladimi yoki orqa qismidagi klassik chiroqlari, Fiat kompaniyasi har bir detalga alohida mehr bilan yondashgan. Vaqt o'tgani sayin bu avtomobil eskirmaydi, aksincha yanada qadrli va esda qolarli bo'lib bormoqda. Bugungi texnologiyalar asrida mashinalar dasturiy ta'minotga aylangan bir paytda Fiat 124 Spider bizga haqiqiy mexanik haydash zavqi nima ekanligini eslatib turadi. Agar siz klassik mashinalarni va hayotning har bir lahzasini qadrlashni bilsangiz, ushbu italyan durdonasiga befarq qola olmaysiz. Bu shunchaki ulov emas, bu hayot tarzi va hech qachon unutilmaydigan xotiradir. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Ushbu go'zallikdan bahramand bo'ling.